Yo, hello bola, sizlar bilan men qaranglar. Videoda shamol to'g'roq shamolni ovoz kelgan, bunday bo'lgan, короче, fishirlagan, shu uchun shu xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Короче, videoga ketdik. Hello, hamma salom bola, sizlar bilan bu videoda biz Bedwars o'ynaymiz. Короче, ketdik. Bir o'zimizmi hozir? Yo'q. Ikki kishilik ekan. Sherim qani? Çıkıp gitti ya o şerim. Ha, çıkıp gitti. Tak, bunu olamaz. Ne on bastım? Şuna koy. Hep basel. İplas. Blokam koyma böyle. Blok of giriş yeri. Pap. Tak, kılıçangınız ve blok. Hoppa. Tak. Hop. Salvsem tezlashamiz. Hech kim bazaga bosmasa bo'ldi. Tamam. Bizga boshqa narsa kerak emas. Vay iplos. Vay dana. Vay. Boplandi. Valla. Plan o'xshama. Isqirt. Well, bot. Ketdi o'ldi bola. Ketdik, qurib olamiz endi. Hop. Bug bölümü. Ovozimni yetishtirmayaptim. Ovozim normalni. Tak, valla yaxshi, normalni. Ne olinmaysan, plus. Просто. Vay! Hoz boşula. Vay skirt blok bilan urib ketdi. Nima qilamiz ola? Qayta boshlaymiz. Tak, shu joyda bitta reklama ketdi. Tak. Minestax bu qanaqa server? Bu o'zbek serverlaridan biri va bu eng zo'r serverlardan biri O'zbekiston bo'yicha. Короче, bu serverga kirish tavsiya etaman. BoxPP Bedwars hozircha ochilmagandir. Bedwarsga qaragan bu 8F745. Qaranglar. 8F745. Mana shu kodlarni terasizlar va bitta kirib olsangizlar, xush kelibsiz va bu yoqqa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ikki marta qaytarib yozasizlar. Tamam. Sizlar serverdasizlar. Men sizlarga oson varianti va sizlarni serverda kutib qo'yaman. Короче, ketdi. Endi shu yerda BoxPP'ni bosib o'ramiz. Survival, anarxiya, arcade, BoxPP. Lekin PP'ni uni ham qilolmayman bola. Uni gapirib, gap so'z kommentga uni nima desanglar.
nima deyardi? Nimadir deyardi. Qoch. Ulgurdim. Uf. Uy. Yaxshi. Tintakka bu? Importal. Tintakka bu? Kerak narsa bo'ldi. Ol bittasi qilaylik. Bunday qilamiz. Hop va bu yoqqa kelib. Mana kelib turib. Şurada ben ketdi bo'ldi. Tak bo'ldi. Sizlarga maslahatim, kanalga obuna bo'lamiz va Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz. Telegram kanalini ochaman. Короче, qaranglar. Telegram kanalida nima bo'ladi? Telegram kanalida Discord ссылкасы bo'ladi. Yo'q, Discord ссылкасini tashlab yotmayman, qaranglar. Kommentariyaga hamma o'zini bunday o'ynashini va o'zi haqida bironta ma'lumot yozib ketsin va jamoaga qo'shib bo'laman, jamoa yaratibman. Jamoada qaranglar. YouTube'ga birga videolarimiz va birga kuchayamiz. Mana shunaqa jamoa yaratibman. Shuning uchun albatta obuna bo'lib qo'yamiz, tamom. Hadi yuring, birga bir. Ha, bu tegali. Vay, musun qara qo'shilishini. Mana shunaqa qilib yo'qmaydi, qo'shilib ketaveradi bo'ldi. Masxar. Happing. Sen asqar bilan avvallari urushganmi? Bu yerga lekin cheat bilan kirsangiz ham bo'ladi. Negadir cheatga ban yo'q ekan, chunki bir do'stim cheat bilan kirgandi. Aslida yo'q tashlaydi. Bizga. Oson yo'lim bilan bu yoqqa chiqishdi. Kalla ishlab ekanman. Yordam beraveraymi? Qara. Nima qilib turasan-da, nima qilib ketasan? Keyin kelib bong so'moq berasan, lekin men siqib nima qilib turgan bilan. Tak, chiqib turamiz va daq turib survival qilamiz. Tak, videoga necha minut bo'ldi? Videoga 7, yaxshi, normal. Agar ozgina qotish bo'layotgan bo'lsa uzr, hozir hammasini to'g'rilaymiz. 9, 7 ultimate. FPS ko'rasizlarmi? Borsha qilib qo'ygan FPSda. Tak, shunaqa ko'ramiz. Bunday qilib turib o'zingniki Minecraft. O'ziga kelish qiyin bo'ladi faqat. Ha, o'ziga kelsa bo'lsam. Ha, o'ziga kelibdi. Tak bo'ldi, qaranglar. Bunday PP shaderlar bo'ladi-yu, Bedwarsga bunday qilich kichkina qilingan varianti. Mana shunaqa shaderlaringiz bo'lsa, albatta kommentariya yozib qoldiringlar. Menda shunaqa shader bor, uni yozinglar sizlarga va Telegramdan aloqaga chiqaman, sizlar bilan gaplashib, o'sha shaderni ko'rib, keyin shuni jamoaga qo'shib kelishib ketamiz-da. Shunaqa shader kerak edi. Kimda bo'lsa, albatta kommentariya yozib qoldirsin. Mo'ylabdi. Ye. Naqtur. Shal bo'ldi-ku bu. Naqtur. Nima qilman bo'ldi? Hoppa. What the heck bola? Hoppa ana. Tushganimizdan bizga joy. Archivga. Tak, bitta kirka olsa.
Terlab ketdim valla ishoninglar. Chunki ham kechqurun ham issiq. Mana ko'ryapsizlarmi sizlar kechqurun soat 1-2 larda video olaman, lekin sizlar obuna bo'lmayapsizlar. Men bilaman, hozir kimdir obuna bo'lmasdan like bosmagan va videoni kuzatyapti. Qani tez obuna bo'linglar. Tamam. O'shqasidan 1, 2, 3. Ha, obuna bo'lding. Rahmat. Bizga ko'mir oldik. Endi bizga tosh ham bor. Bitta bolta va bunday qilib turib, bunday qo'yamiz-da va bitta qilich. Tak, boltani bera qo'yib turib, bunday qilamiz. Bunday qilib, bunday qilib turib, bunday qilib turib, bunday bitta olamiz va bo'ldi. Bizga hozircha motor kerak emas. Pechga kerak bo'lishi mumkin edi-yu, lekin mayli, mayli. Pechga ko'mir bor. Endi bizga ovqat kerak. Ovqat topish kerak. Mana ovqat. Salom sigirlar. Men go'sht ver. 3 ta go'sht berib olasan. Qara 5 ta, 6, 7, 8, 8 ta bo'lish kerak go'shtni. 7 ta sigir mana ishtiyo. Mana 3 ta bersa 10 ta bo'ladi go'sht. Ay, bitta berdi. Agar 3 ta bersang 10 bitta go'sht beradi. 10 ta bo'ldi, 2 ta berdi. Yaxshi, normal. Ovqat ham to'plab olamiz. Ketdik. Qish o'xshat topsangiz yurib ketaydi, o'sha yerdan baza qilib olaydik. Hozircha umuman bironta mod bilmayman. Agar bilsangiz, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. O'sha modda birga o'ynab ko'ramiz. Kompyuter versiyani necha versiyalarda o'ynaysizlar, shuni ham kommentariyga yozib qoldiring. Bu menga qiziq, chunki o'sha versiyaga qarab sizlarni guruhga tanlab olaman. Bu kanalda yangi videom, bu короче, kanal yangi ochilgan, eski kanallarim hammasi bloklangan. Qidirsangiz ham topolmaysiz. Mehruz Gaming bilan mana shunaqa nom bilan avvalan kontent yurg'izganman, lekin qaysidir ko'rolmaydigan odamlar bloklab yuborgan akkauntim. Короче, shikoyat qilgan ustida. Bilmayman nimaga. Короче, u paytlar telefonda bunday video olardim, stream qilardim. U payt obunachilarim, aktivlarim yaxshi edi. Zo'r edi. Birga yaqinlashib qolgandim pashti. Yani 800 obunachi. Lekin qaysidir ko'rolmaydigan odam shunday bitta shunaqasi arizacha tamom bo'ldi. Uxlab tur deb qo'ygan tamom. Men esa bloklam ketgan akkauntim va unaqa unday deysa nima qilish bilmadim va kompyuter olaman va mana yangi kanal, yangi obunachi va mana shunaqa sayt davom ettiraman. Oxirgacha to'xtamaymiz bolalar, to'xtamaymiz. Bitta uy quraman va videoni tugataman bolalar, chunki ko'p video olmayman. Qaranglar. Mishani ko'rasizlar, ha? Mana bu tarafga qarasangiz soat nechiligini ko'rasiz. Mana. Hop. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Tak. Bitta uy quraman, tamom. Mana qanqar mod bo'laydi-yu, bunday bolta bilan daraxt sindirsa birdan sinib ketadigan. O'shanqa mod bo'lsa edi, zo'r bo'laydi-da. Hozir bitta sindirgancha. Hali bu suruvlarda endi dragonni ham zaf etamiz. Xudo xolisa. Atga inventory yo'q, ehtiyoj bo'lishi kerak. Bitta xato va ketdi narsalar. Butun maslahalarim uxlayman degancha. Hop. Hoppa. Bu nima endi turibdi? Sinib tashlaymiz. Bo'ldi. Ismda John же. Mana shu pishgan narsalardan bittasi. Masalan, tak mini uycha qurib o'rayim bola. Uy qurishda lekin
tajribam yo'q, shuning uchun ham bunday kommentariyaga qura olmading, unday deb qoldirayotmaymiz, bar foydasi yo'q. Men unaqa yuqoraydigan bunday nima deyardi, nimaga so'zlar esimdan ketib qolibdi. Tajribam yo'q, tajriba. Tak, versaga shaq qilib turamiz, bunday qilamiz. Bunday qilib bunday bitta bunday qilib boramiz, 60 ta blok. Hop, hop. Shunga ketaveramiz. Qo'lim qiysada bo'ldi. Tak, shuni qilsak, suvni yopib yuboramiz. Bunday qilib turib, yo'qol. Nima qilyapsiz bu yerda? Hozir bizning ham obunachilarimiz ko'p bo'ladi. U uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Tak. Yana qancha daraxt kerak bo'ladi bizga? Shuning ichini to'ldirishga ham X takrar ketadi. Ichini taxlashga chetlari bilan baribir. X taklar ketadi-yu. Bunday deyotgan sababi chunki kattaligini qaranglar. To'g'ri, juda ham katta emas, lekin pastga baribir kuyib ketadi-da. Masalan, yopaylik bitta. Birinchi masalan yopib olaylik. Asamiz o't. Qo'lim qiyshiq. Ya, blokchiga ko'rasizlar? Video tezroq uyni quramiz. Uzr. Tezroq uyni qurib olamiz. O'zingga ketyapsan bolaga. Bunday qilib turib. Bo'ldi, haqiqat bu yerda. Tak. Bunday qilamiz. Suvni yopsak bo'ldi. Bak. Shu joyda biz videoni tugatamiz, chunki vaqtim cheklangan dedim-ku. Lekin videoni tugatamiz degani bu survivalni ikkinchi qismi chiqmaydi degani emas. Bu survivalda ikkinchi qismi 20 ta likedan keyin chiqadi. Hayrosan ketdi. Agar shu videoda 10 ta obunachi kelsa, men challenge bajarishni boshlayman. Xohlagan challengingiz kommentariyaga yozasiz va random tarishda o'zim tanlab olaman yoki bunday Google'da narsalar taxlab shuni tanlab olaman. Qanaqa video tugadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan Behruz Gaming bo'ldi.